Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Yana bugun sizlar bilan zo'r natija bilan bo'lishmoqchimiz. Shohsanam bugun Kattaqo'rg'ondan kelgan ekan. Mana do'konimizga hozir ana bir jenshenniy prokladka va aloe gelimizdan zo'r natija olibdilar. O'zining natijasi bilan bo'lishmoqchi edi. Shohsanam, biza bilan ham bitta bo'lishasizmi? Qanday ishlatgandingiz buni? Nimadan foyda ko'rdingiz? Qanaqa muammongiz bor edi? Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringizga. Men fevral oyida menga endometriozni kista, ya'ni ko'payuvchi kista tashxisi qo'yilgan Kattaqo'rg'ondan. Shu bilan meni onkologiyaga Samarqandga jo'natgandilar. Keldim, bir haftani ichida o'sha endometriozni kistam bittadan 3 taga ko'paygani sababli mana shu onkologiyada matkani olib tashlaymiz. Tez o'syapti. Bu menimda matkani polni qoplab oladi. Operatsiyadan boshqa varianti yo'q deb berdilar. Keyin men oldirishga ko'nmadim. Rozi bo'lmay chiqib ketganimda shu singlimni tavsiyasi bo'yicha mana shu jenshenniy prokladka aloyni olib ishlatganman. Lekin chin dildan ishonib shu narsa davolaydi degan narsa bilan ishlatganman. Avval 3 tagina ishlatganman. Boshida biz aloy 3 ta ishlatganman. Keyin bir pachka olib foydasini sezdim. Og'riqlarim qoldi. Boshida-da, ya'ni birinchi, ikkinchisida og'rig'im tusaydi. Mana qornimda qattiqlik bo'lardi, yumshadi. Shundan bo'lib aloy bilan bir pachkani ishlatganimda o'sha 8-sini qo'yganimda endometriozni kistani, tuxumni po'stlog'ini qanday ishilib tushsa, ichimdan xuddi shunday qilib tushirib berdi-da. Mashalloh, zo'r natija. Ana shu bilan birga matkamda eroziya ham bor edi. 2 marta muzlatgandim. Shu eroziyamni ham birga davolab bergan. Joningiz sog' bo'lsin. Allohga shukr qilaman. Allohga aytganim bor ekan. Allohga shukr, ayolligimni saqlab qoldim birinchi o'rinda. Joningiz sog' bo'lsin. Aprel oyiga men ishonmasdan onkologiyaga yana qayta kelib tekshiruv qilganimda mendan hech narsa topolmadilar. Mana ko'rdingizmi? Xuddiki hali turmushga chiqmagan qizdek yosh nimada kelganman. Xudoga shukr qilaman. Shundan keyin may oyida a'zo bo'lib kirib kelganman Green Leaf korporatsiyasiga. Joningiz sog' bo'lsin. Buni qarang-da, shunchalik mo'jiza ekan. Buni hammaga tavsiya qilamiz, to'g'rimi Shohsanam? Buni bitta ishlatish tartibini ham ayting. Qanday ishlatgandingiz? Necha kurs ishlatdingiz? Bir kursida 12 ta bo'ladi, to'g'rimi? Kurs ishlatishim o'sha aytaymanki, mana shu bir pachkani olib ishlatib 8-sini qo'yganimda, mana o'sha endometriozni kistani po'stlog'i o'sha nimasi bilan tushirib berganda. Tushunarli.